Почетную грамоту мы бы хотели подарить нашим друзьям, которым всегда честно и честно, за непоязнь дальних расстояний есть один клуб, который вообще не боятся от расстояния и всегда в каких бы местах не было, в каких бы местах бы были бы соревнования, они всегда выезжают, приезжают, поддерживают. Это клуб с Кыргызстана, клуб «Дружба», пожалуйста. Клуб «Дружба», где вы? Qirg'izistondan. Qirg'izistondan kelgan akalar qanisizlar? Keling, Komil aka, keling. Komil aka, haqiqatda har bir bizda bo'ladigan O'zbekistondagi tadbirda Qirg'izistondan erinmay kelasiz. Ba'zilar uchun Toshkentdan bu yoqqa yetib kelish uzoqlik qildi. Siz Qirg'izistondan keldingiz. Shuning uchun rahmat alohida. Rahmat, tabriklayman aka. Bu sizlar uchun. Kelinglar, hammanglar kelinglar. Aka, rahmat, yana bir bor o'zimni tashakkurimni yetkazmoqchiman. Yaxshi dam olgan bo'lsanglar bo'ldi. Rahmat. Sovg'amiz bor, kichkina sovg'amiz bor. Baribir yo'l uzoq, bittada chiqib keta olmaysizlar. Yo'lga kirib hozir nimadir olaman, produkt olaman desanglar, shu produktlarni marhamat korzinkaga kirib 500 ming so'mlik bozor qilib ketsanglar bo'ladi. Qirg'izistonga yetib borguncha. Hamkorimiz Korzinkadan 500 ming so'mlik sovg'a. Rahmat sizlarga. Rahmat. Ну что, первое место, мы готовы. Первое место. Вы готовы? Первое место.